Assalomu alaykum, so'rayaptim kanalini ashadi muxlislari. Bugun 5-6 partiya qo'yimiz bor. Davomida nah bo'g'oz, sirso'liq, to'qli qo'zilarimiz bor. Narxlarni yo'lda chiroyli qo'yib beramiz. Hadishkada olib turinglar, qo'llab-quvvatlab. Sizlar uchun harakatdamiz. Iliq fikrlarni bildirib, like buttonga bosib turinglar. Narxlarni yo'lda qo'yib beramiz. Oxirigacha o'tkazmay kuzatib turinglar. Sizlarning dilxirlarni bilib, xudo xohlasa qo'ylar, pulga arziydigan qo'ylar. Joningiz omon. Qo'ylar ko'rsatamiz aka. Qani bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. So'ray o'ptim kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz, hoji tog'a, hojonalarimiz. Xudo xolasa video syomkamizni yangisini boshlab oldik. Video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida bo'lib o'tmoqda. Xudo xolasa bugun hafta kunimizga seshanba 17 fevral kunlarining hammalaringga xayrli va barakotli bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Qachon Abdulla arzonchi qo'y chiqarar ekan deb kutib turgan aka-ukalarimiz, hoji tog'a, hojonalarimiz. Xudo xolasa akamizdan yangi video syomkamizni boshlab oldik aka. Assalomu alaykum, sizsiz charchamang. Madangiz yaxshimi, charchamasizlar? Charchamang, adolatli charchamang. Isfon, xudo xolasa bugun chiroyli video qilib beramiz. Qo'yimiz ko'p. Qisqa, chiroyli video bo'ladi. Hop. Konkret qo'yamiz, a? Xudo xolasa jonivorlar Mana qarang. kelayotgan ro'za ayyomlar hammaga muborak bo'lsin, ro'za ayyomlar. Ilohim, Hamma xonadoniga, ishlariga, chorvasiga Allohdan baraka tilaymiz avvalambor. Parvardigor hammamizga beradigan qismasin, hammamiz ishlarimizga baraka ato etsin. Ilohim aytganingiz aka. Sizlarga chiroyli videolar qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Akalar mana shular aytsaga Qo'llab-quvvatlab, like bosib, o'z izohlarini bildirib turinglar. Sizlar uchun harakatdamiz, imkoniyat darajasida yo'lda chiqarib beramiz. joningiz omon bo'lsin. Allohim savdoyingizga baraka bersin. Mana shu joyga akalar bittadan like bosib, Abdulla otangga rahmat, gazini bosib tursin, xudo xolasa akamiz boshlayveradi gazini. Qani bismillah. Aka bir qator ma'lumotini aytib o'ting bilan. Sog'liq, hali shakar chiqmagan. Uchovi ham qo'zi sog'liq variantidan aka. Jonivorlar qaranglar, mashallah. Bittasi ko'k. Mana akalar bittasi ko'kidan so'ragan aka-ukalarimiz bormi? Yaltiroq sog'idanda. Mana jonivorni qaranglar. Bir xil jonivar. Badani ham zo'r ekan. Eskoch qolgan Yusufxon. Sho'z bo'lib turibdi, kafolat bermaymiz. Qo'zg'ach. Mana akalar bag'i yerga tegdi. Mana Jonivor. shu jonivor. Mana akalar 70 ko'ryapti, pashti. Kalloshlarni olib qo'ying, Yusufxon bonuslarni. Jonivorlar qaranglar, mashallah. Bitta qulog'ida ozgina nima bor ekan aka. Oldilari ham o'ta kelishgan jonivar. Go'shtlarni olingda. Mana jonivorlar. O'tirib yot. Qo'ydi, mana shunaqasidan qidiryapti turibdingizmi hoji aka? Mana. Rang baragidan ikkita sariq, bitta ko'k varianti. Unga kafolat beramiz, Yusufxon. Bu bo'g'oz. Bo'g'oziga aniq. Badani zo'r. Oyliklari ham qizaryapti jonivor. Sho'z bo'lib turibdi. Mana bo'yi. 70 ko'ryapti. Tish qo'zi hali, shakar chiqmagan. Tishi qo'zi varianti aka. Kalloshlari ham chiroyli, sifatli kelishgan, orqalari ham, atrizlari ham o'ta chiroyli. Dumbarajis hamma yog'i kelgan ekan akalar. Tidimba variantidan xudo xolasa. Buni ko'ksa. Mana buni ham bitta o'lchab ketaylik. Mana ko'k ish qo'zlariga. Shu bo'lsa kerak. Narigi bilan bir xil ekan. Pashti 70 ga dor deyapti. Buni ham orqasi qizarib, yengil ko'chib qolib, kafolat bermaymiz mana ikkoviga. Naringa kafolat beramiz. Mana akalar, mana bunisiga akalar qiziliga. Mana shu narsa ekanda endi aka. Ha, xudo xolasa bo'g'ozni kafolat beramiz. Qorin sop qo'ygan qo'ylar orqasi. Qorin sop qo'ygan. Mana bu kafolat beramiz. Aytaymi, 3 oylikda o'tganiga kafolat beraman. Bular 3 oylikqa yetmagan bo'g'oz bo'lsa kafolat bermayman, nima aka? O'zim 100% ishonch. Haliga nima deydi? 100% bo'g'oz bo'lsa yaxshida baribir. Kafolat bersangiz bo'ladi. Mana jonivor 100% bo'g'oz deyingiz, mana xudo xolasa. Mana endi qarilar turishibdi. Bu jonivorlar mashallah. Hozir mana oyoq kasal bor-ku, Yusufxon. Ana shu ko'pchilikda bo'lib turibdi bu narsa. Strash nimasi, lekin ana shu kasalni yuqtirib qo'ymoqchimasin. Iloji boricha. Qolsa ham bitta ko'rinib qolyapti, 2-3 kunda ochib beryapti-yu. O'ziga kafolat bermaymiz. Hozir mana oyoq qo'li, yuz-ko'zlar hamma yo'q. Oyoq qo'llari zo'r variantidan, hurmatli aka-ukalar. Yosh oyliklari qancha endi aka buni? Mana 10 oydan o'tgan qo'zi mana o'zi. Bunisi bo'g'oz 100% 10 oydan o'tgan. Bu ikki o'schi 8-9 oylik atrofida ular. 8-9 oy atrofida. Endi buni ustida bo'linmagani, endi ko'z taxminga. Taxmini shunaqa. Taxmini shunaqa. Qilganmiz biz ham taxmini shunday. Mana akalar jonivorni mana shunaqasidan so'rayotgan biringiz hoji aka, xudo xolasa mana siz uchun topib qo'ydik jonivorni qaranglar, mashalloh.
Mana hurmatli aka-ukalar, mana shunaqa qo'y o'stirayotgan aka-ukalarimizga videoda ulashib, bittadan like bosib qo'yinglar. Endi aka qo'yimiz ko'p deyapmiz. Tars. Bilmaymiz Yusufxon. Aha. Mana uni boshida aytib qo'yib, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bor hammasini. Aha. Chiqarayotgan qo'ylarimiz xudo xolasa, undan yog'ini kelishamiz. Undan yog'idan telefon qilishsin, kelishgan holatda jo'nataveramiz. Aha. Mana qo'ylarga 3 million 800 ming so'm. Yusufxon. 3 million 4 million oldi qochdi gap keragi yo'q. 3 million 800 3 so'mdan million 800 mingdan hammasini olgan. barakasini bersin. Uchovini bir yerga olishsa 3 million 800 ming so'mdan xayr sunnatiga o'tib beriladi, aka. Xayr sunnati bor, hammasini olsa, lekin mana qo'yni o'zini berib qo'ygani yo'q Yusufxon. 4 millionlar xudo qo'ysa, bozorda ham 4 million. Uchovini bir yerga olishga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab emas endi. Nolari ham arzini. qo'zida endi bular o'sarman narsalar. Qo'zini qo'zisida Yusufxon. Qo'zini oldilaridan, ha, aka. Ha, semiz qo'zi. Endi uni bitta ikkitaga endi pulisi bor, ha. Apelsinisi bor. Endi bo'g'ozi to'rt ustida bo'lsa kerak. Ha, uni 4 pasda birinchi olamiz. Mana akalar, jonivorni yeb-ichanlari zo'r, mana akalar. Pastga tushgan bug'doylarni ham yeb turibdi akalar, xudo xolasa 3 million 800 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi ichida aloqaga chiqarasizlar. Akalar, ikkinchi partiyamizni ham boshlab oling. Mana jonivorlarni qaranglar, zo'rlaridan, sifati zo'rlaridan, rangi tim qoralaridan. Abdulla aka bir qator ma'lumotni aytib o'tingchi bulardan. Ha, bular ham aksariyat qo'zi, tekka qo'yi bor ichida, shagi bor. Aha. Bir qator to'liqroq ma'lumotni aytib o'taverasiz, xudo xolasa, mana jonivorlar. Son nechta, Abdulla aka? Soni 7 ta, bitta qo'chqor, 6 ta sog'liq. Soni 7 ta. 6 ta sovliq, bitta qo'chqor, bir qo'ra. Bir qo'ra yuraveradi o'zi. Bir qo'ra, bir pachkasidan. Mana hurmatli aka-ukalar, mana shunaqasidan qidirib Ismoil aka, mana tavsiya qilinadigan. Bir qo'tam, bir cho'pon deganidan akalar. Mana jonivorlar qaranglar. Mashalloh. Endi o'sha Hammasini badani zo'r qo'ylar. o'zi ko'rinib turibdi, qo'ylar o'ynaqlab turibdi. Yeb ichardan manba yo'q. G'atir yo'q, ya, yeb ichari zo'r xudo qo'ylar. Yeb ichariga bir hafta garantiya, ha, aka. Ha, 5 ta javob O'sha mana bunisi qo'chqor. jonivorlar. Mashalloh. Boshlari kelishgan qo'chqor. Kedimda. Badani ham zo'r. Qo'y holatiga o'tib bo'lgan Shini ham sochib qo'yay aka. Qo'zi. Qo'zi. Qo'zi Quloq boshi but. Ha. Eng glavnisi qurbonlikqa boqishsa quloq boshi but varianti. Endi qo'ylarni ham ko'rsataylikchi endi aka. Hali shak dedingizmi adashmasam? Shamikin. Mana Ha, shak endi chiqibdi. Mana jonivorlar. Badani shunday ushlab ko'ring, xolis Yusufxon. Yemini yeb turgan qo'ylarda. Xotirjam ehsonni o'tkazaverar ekan aka. Aka kulib so'ysa bo'laveradi. Hozir ham. Mana jonivorni qaranglar. Mana bunisi. Ikkita bormi ichida? Bunisi 6 tish ekan Yusufxon. Bunisi 6 tish variant. 4 ga o'tyapti turgan qo'y. 4 dan 6 ga o'tyapti. Uzun qo'y bu ya. Badani ham zo'r ekan akalar. Mana jonivorni qaranglar. Qolganlari qo'zi. Qolganlari qo'zi, xudo xolasa, semiz qo'zilar. Solar qo'zi emas. Jonisi ham qo'zi so'liq, qarang, dangillagan qo'zi. Etini ushlab qo'ying. Jonivorni qaranglar. Tiktimba variantidan so'rayapti Chiroyli, odingiz. miq qo'zi, tiniq. Badani ham zo'r ekan. Keloshlari ham chiroyli, sifat. Quloq boshi but. Quloqbashi ham bu, kelmagan. Mana akalar. Mana shunaqa bir qo'ra qo'ylarni qidirib o'rdingiz Mo'j aka, jonivorni qaranglar mana. 6 ta sovliq, bitta qo'chqoridan akalar. Mana bir qo'ra varianti xudo xolasa akalar. Quloq boshi bu yeb ichardan manba yo'q aka. Yerichalar juda chiroyli. Bo'g'ozmi qisirmaydi aka bular. Bularni shu narsani beraveramiz, Yusufxon garantiya bermaydi. Shu narsa. Ha, chiqsa baxtilar. Hozir biz Bo'lmasa qo'chqor qo'shib olishadi, kattaroq qo'chqor. Boqib tursa qo'chqor ham yetadi asli. ha, o'zi ham qo'chqorlik qilaveradi, bo'lmasa katta qo'chqor qo'shib olsa ham bo'ladi. Qo'chqor qilib ber Abdulla deysa, qo'chqor ham qilib beraverasizmi? Berilaveradi xohlasa. Arashan, afg'on. Qo'limizdan bo'lsa nasib harakat qilamiz. Endi zakaz berishsa, qo'yni Liboy turdan dog'lasi yetkazib olib beriladi, ha? Shunday. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa, qanaqa qo'y kerak bo'lsa, Abdulla akamizga murojaat qilsalaring, xudo xolasa imkon darajasida chiroyli qilib narxlarda qilib berasiz, xudo xolasa. Narxini ayting endi buni aka. Vam bulardimi? Akan chatimli gap, ha? Ha, Ana manoni keragi yo'q. bo'ladigan savdo. Sunnatni o'tib beraman. Xayr sunnati. Nasib qazadek. 3 million 900 ming so'mdan ketaveradi. 3 million 900 ming so'm. 4 million 200 yo'q. Qo'chqor ham ketaveradimi shuning ichida? Hammasi bitta oyoq odamga. Barakasini bersin. Mana akalar, 3 million 900 ming so'mdan sog'liqlarda yeragidan qo'chqori ham bo'lsin degan aka-ukalarimizga mana tavsiya qilamiz, hurmatli aka-ukalar. Hoji tog'a, hojonalar, bizni qo'llab-quvvatlab, laykni bosib, Abdulla akamizga otangga rahmat, Abdulla gazini bosib sizlarning xudo xolasa, akamiz gazini bosib yotibdi. Mana jonivorlar, qarang. O'ylar yana shart qo'llasa. Jonivor.
Bizdan cho'chiyapti ozgina akalar, ammo yeb icharida mommo yo'q ekan, hurmatli akalar. Jonivorlar qaranglar, mashalloh. Qo'ylar o'ynab turibdi akalar, tavsiya qilaman. Badani zo'r ekan, hammasini ushlab bir qator ko'rdik. Yanada ma'lumotini berolmagan bo'lsak, akamizga telefon qilsalaring, to'liq ma'lumotini videosida har bittasini o'lchab ber desalaring, quloq razmerigacha o'lchab beraverasiz aka. Hamma yo'g'ini o'lchab beraveradi. Mana akalar. Akamizning qiladigan endi ishi shu. Xudo xolasa sizlar telefon qilsalaring, hamma ma'lumotini, to'liq ma'lumotini bittasini addenni qilib chiqarib ber desalaring ham chiqarib beradi. Akalar, biz keyingi partiyamizni boshlaymiz. Akalar, 3-partiyamizni ham boshlab oldim. Mana jonivorlarni, zo'rlarni. Abdulla aka, bir ma'lumotni aytib o'tingchi bularda. Qo'ylarni tozasini olamiz. Qo'ylarni tozasidan boqaman degan odam. oyoq polvonlaridan, ha aka. Ha, qo'ylarning hammasi yash, suyagi baquvvat, eti semiz qo'ylar, ismonlar. Xudo xolasa uzoq qo'y qo'yaman degan odamni qo'y. 5-10 yillab xotirjam bayon. Qo'shganman dedi Usmon. Ha. Lekin men kafolat bermayman. Mana shu narsa. Shu narsani olishasan. Shu narsaga olishaveradi. Qo'shqor qo'shilganda degasi. Aha. Shunday gapni gapirdi. Endi bo'g'ozsizlarga men ham kafolat bermayman. Nimaiki bular 100% qo'lga kelgani yo'q. Mana hurmatli aka. Bo'g'ozni qisardi. Mana rang-barang edi. Ko'ki ham bor, sarig'i ham bor, qorasi ham bor. 3 xil svet bor ekan. Mana jonivorlar qaranglar, mashalloh. Qo'ylarni suyagi o'ta uzoq qo'ylar. Ha. Qo'ydingda uzunligini olingda Usmon. O'ta uzun jonivorlar. Juda spekulyar kelishgan qo'y. Quloq boshi ham bir. Bitta bo'yini ham o'lchaylashchi. Mana akalar. Junini ustigacha 80 ga uryapti jonivor. Qo'yda eti ham semiz Usmon. Eti ham zo'r ekan. Unaqa ariq suyak qo'yma. To'g'ri qo'y, shunda qo'yish olingda, tizangda olib qo'y. Oldi tashlab. Mana akalar. Junini turmayapti-da qo'ylar. Junini ustigacha 75 ekan akalar. Junini ustigacha hurmatli aka-ukalar. Jonivor qaranglar, mashalloh. Oyoq polvon sifati zo'rlaridan ekanda, hoji aka. Mana sarig'idan ham o'lchab qo'yaylik-a. Salkam 80 ga chiqyapti junning ustigacha jonivorlar. 80 orasida olishsin Usmon. 75-80 orasida. Ha, qo'ylar unaqa pachaq qo'ymasda. Bichari zo'rmi aka? Shuna. Bicharisini o'tganmi? Bichariga gap so'z, yemasa ichmasa bunaqa yetib bo'lmaydi Usmon. To'g'ri, bicharini qo'ylar bular. bicharini bir qator so'rab qo'yamiz. Mana jonivorlar. Mashalloh. Hammasi dumba variantidan. Xudo xolasa sifati zo'rlaridan. Badani hammasiniki zo'r ekan jonivor. Mana shuni ham qarang, sifatini tulayapti jonivor, qarang. Sorayaganda tulayapti mana jonivor. Yering qo'zg'avergan yo'q, mana bunday bez qo'zg'ab qo'ygan hoji bu. Usmon. Masalan 4 ish qo'y mana. 4 ish. Eng baland 4 ish bo'ladi. Shak 4 ish qo'ydi. Qo'zi ham bor. Shak 4 ish. Ha, birorta 6 ish yo'q bularchilar. Mana jonivor. O'zi shak 4 ish qo'ydi. O'zi shak 4 ish qo'ylar. Narxi qancha endi aka buni? Usmon bilan oldi qarshi gap qilmaymiz a. Bola degan. Mana 5 tasini oldim degan obunachimizga 4 million 700 ming so'mdan va'da berib Toshkentga dastlabkasi bor. Barakasini bersin. 4 million 700 ming so'mdan ketaveradi. 700 ni olishsin, Alloh barakasini bersin. Xayr sunnatiga ham o'tib beriladi. Xayr sunnati bor, misol. Usmon beyda qo'ylar sosda 5 ta 10 ta qo'y chiqazamiz yo'q. Maqsad sos chiqarilyapti. Narx chiqargani yoki bir reklamaga emas. To'g'ri. Xayr sunnatiga o'tamiz, lekin qo'yga qarab hammasi ham. To'g'ri. Qo'yga arziydigan qo'ylar. To'g'ri. Pakana, ariq, mana qo'ylar emas. 4 million 700 ming so'mdan akalar qo'y qilib oladigan bari variantidan xudo xolasa. Mana jonivorlar. Qo'ylar, birorta ko't solib qo'ychilar. Mana hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa akalar videoda xayr sunnatiga o'tib beriladi deyiladi. Ja ozuncha ko'p 50 so'm 100 so'm o'tib beriladi aka. Ha, ozmas o'tib beramiz. Ozmas o'tib beriladi akalar. Ko'pchilik akalarimiz xayr sunnatiga o'tib berasiz-ku deyib turib 500 ming arzoniga so'rashyapti-da. O'shani ham to'liq ma'lumot akalar. Xayr sunnatiga o'tib beriladi, ya'ni 50 ming 100 ming o'tib beriladi. Prosta gapirilgan tildan chiqqan narxga sotib qo'ymaslik uchun, to'g'rimi aka? Unda do'kon bo'lib qoladi-da. Do'kon bo'lib qoladi, hamma qo'ypirish aka-ukalarimiz ishi. O'shanga xayr sunnatiga o'tib beriladi. 5 million qo'yish kerak yo'q-da, chindan to'g'ri. To'g'ri. Qo'y arzura, lekin yo'lda qo'yamiz, maqsad sotish. Mana hurmatli aka-ukalar, xayr sunnati. Qo'ylarni qo'ylar, lekin tikka qo'ylar, unaqa ularga arzimaydigan qo'ymas. Qo'y o'zi aytib turibdi nima ekanligini. Mana yebicharlarga unda hozir gap so'z yo'q. Yebicharlari ham zo'r. Mana akalar, onlayn savdodan akamizni kelib qo'llarini ushlab savdo qilganlaring ancha yaxshi. Mana hurmatli aka-ukalar. Mana yebicharlari ham zo'r.
ozgina hurkayapti bizdan akalar. Ha, qo'ylarchicha hurkayapti. Mana 4.700.000 so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi ichida ketaveradi akalar. Xudo xolasa qolgan viloyatlarda ham aloqaga chiqishaversin ha. Ha, hamma yoqdan chiqishaversa, kelishgan holatda jo'nataveradi. Toshkentgacha bepul e'tiborati Toshkentdan u yoqqa yo'l kirasiga berishsa ketaveradi. 12 ta viloyatga chiqadi. Mana hurmatli aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar, biz keyingi partiyamizni boshlaymiz akalar. Akalar, 4-partiyamizni ham boshlab oldi. Mana sog'liqlarda yerigida. Abdulla aka bir qator ma'lumotini aytib o'tingchi bularda. Ispan bular son 6 ta emas, sog'liq. 6 ta hammasi sog'liq. Bularda ham yeti zo'r. Sizlarga baquvvat bo'ladi. Badani ham zo'r ekan. Kattaroq qo'yib keldik. Mayda qo'zi ololmadik. Mayda qo'zi kamroq. Mayda qo'zi kamroq. Katta qo'zi. Yirik qo'ylar. Ha, yirik qo'ylar. Mana yirik sog'liqlar. Bular o'ta charsa ekanda aka. Jonivorlar. O'ta kiyik ekanda jonivorlar. Vazn haydaydi. Aka endi ma'lumotni tez-tez berib o'taylik bularni. Bularga muvassiz kafolat bermaymiz, ispan. Mana shu narsaga olinaveradi. Tishlari qanaqa endi aka mana? 4 tish, 6 tish qo'ylar, bitta qo'zi ham bor. 4 tish, 6 tish qo'zi. Eng kattasi endi 6 tish ekan, ha? Yiriklaridan. Bo'ylarini qanchaga beramiz endi aka? Zo'r, ispan. Bo'ylarini o'lchab olaylikmi, ha? Mana ikkan bo'lsa o'lchab oraylik. Jonivorlar qarang, mashalloh. Haqiqiy chorsa ekan, ispan. Ana hurmatli aka-ukalar, baqa tagi deydi mana. 75 ta uryapti jonining ustigacha akalar. 70 ga. Mana jonivorlar. Bunisi ham kuchaytirmaydi. mana akalar. Bunisi 80 aka. Baqa yerga tegdi. Badani yaxshi, ispan, mana qo'ylar. Mana ham mana akalar 80 ga uryapti. Bayog'i yerga teggan akalar. Jonivor. Mana 2 tishdan 4 tishga chiqyapti. 2 tishdan 4 tishga chiqyapti. Qolgan har 4 tish. Bo'ladi aka. Xudo xolasa to'liq ma'lumotini yana telefonda gaplashilaveradi. Gaplashilaveradi, ha. 75 dan 80 gacha olishaveradi, 80 oralig'ida. 70 dan 80 orasida olsin. 70-80 orasida, ha? Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa jonivorlar o'ta charz o'ynaqlab turibdi jonivorlar. Narx qancha endi aka? Biz narxini ham aytaylik. Ularga narxni yo'lda qo'ygan. Berishlarni ko'rib olsin. Zo'r. Qo'yinglar. Mana akalar, bichara o'ta zo'r ekan jonivor. Yem hashakda yetkazib tursalar-ham bo'ldi, xudo xolasa. Narxini endi bitta bomba qiling aka. Son baholsa bular 6 o'gami? Ha, 6 o'ga, bir yeriga. Qanchatilni? 4,5 million so'm vodiy bo'lib Toshkentga dastakasi bor. Xayr sunnatiga o'tib beriladi. Uncha-muncha. Xayr sunnatiga o'taman, lekin narx yo'lda qo'yapmiz. Barakasini bersin. Qo'y holatiga qarab, juda ariq quruqmas qo'ylar. Endi hozir yeringdan ushlab ko'rsating. Qo'yda ariq bo'lsa ariqning, semiz bo'lsa semizning halol bor. Uylarga borsam ko'rib olishadi. Buni ximish qo'y. Baland zo'r ekan akalar. Xotirjam ehsonni o'tkazadi jonim. Ham hazil emas, kichkina qo'ymas. Mana akalar. Badani zo'r. Suyagi baquvvat qo'yiladi. Xudo xolasa suyagi baquvvat variantidan akalar, suyagi katta, suyagi buzoq variantidan hurmatli aka-ukalar. 4.500.000 so'mdan aloqaga chiqaverasizlar, keyingi partiyamizni boshlaymiz. Akalar 5-partiyamizni ham boshladik. Mashalloh. Abdulla aka bir qator ma'lumotini aytib o'tingchi bularda. Ular hammasi naq bo'g'oz. Naq bo'g'oz. 19 tasi bo'g'oz. 9 ta naq bo'g'oz variantidan qidirgan biringiz hoji aka mana. Bir qo'ra, bir cho'pa. Bir pachka variant akalar. 6 qo'ylar, 8 tishi yo'q, quloqning ichida. Aha. Qo'zi, shak 4 tishlari bor. Qo'zi, shak 4 tish. Jonivorlar. 6 tishi ham bor. Ular suyagi zo'r. Bicharalar ham sinovdan o'tgan. Albatta, bichara. Mana akalar. 9 ta bo'g'oz. Qorilab, yo'lakab yotibdi. Jonivorlar. O'nosini keng oldi savona ekanda. Birimiz ertaroq. Mana akalar, mana ikkovi ertaroq ekan. Lekin hammasi 100% bo'g'oz ekan. Ular 9 tasi aynan bo'g'oz. Ishoninglar, xudo xolasa. 9 ta naq bo'g'oz so'rayotgan aka-ukalarimizga. Endi bular birinchi qoringan bormi? Birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin. Eng kattasi 3-qorin, ha? Eng yosh kattasi 3-qorin. Birinchi, ikkinchi, 3-qoringa ham naq bo'g'oz variantidan ekan. Mana bo'g'oz qidirib yurgan aka-ukalarimizga videoda ulashi bittadan like bosib qo'yinglar. Mana jonivorlar ham suyagi o'ta chiroyli. mana akalar. Suyaglar qulab turibdi. Buniki ham shu qo'zg'ab bo'pti o'zi aka. Ha. Badani ham zo'r ekan. Mana 6 ekanmi? 6 ta. Onasichi.
Canavar. Shak ekan. Shakdan 4 ga chiqyapti. Shakdan 4 ga chiqyapti ekan. Tug'sa ikkinchi bolasini tug'adi, hurmatli aka-ukalar. Jonivorlar checha cho'chayapti bizdan, aka. Mana hurmatli. Ular ham hazil qilmaysiz. Ikki ekan. Ikki shak. Birinchi qoranga. Bu ham shak ekan. Birinchi qoranga bu ham. Bu qo'zi ekan. Mana. Bu ham birinchi qoranga ekan. Mana ham lapqillar. Bu ham ikki ekan. Tagini qarang, akalar mana. Bunisi ham qo'zi. Bunisi ham qo'zi. Qo'zi. Qo'zini ham globus dumbasidan hurmatli aka-ukalar. Badani zo'r. To'rt burchak bo'yapti. Zo'r burchak. Bitta chinemasi ko'rsatib qo'yay. Mana akalar, qo'zi bu. Bir ikkitami, uchinchi qoringa bor ekan, xolos-da aka o'zi. Jonivorlar bir qator yurishlarni ko'rib maza qiladigan variantdagi. Dastlabki qayergacha qilamiz endi? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ketaveradi. Qolgan viloyatlardan aloqaga chiqsa ham ketaveradi. Kelishgan holatda. Narxchi endi aka. Ularni Isfon. Hozir narxini ko'ryapsiz Isfon. Endi siz arzonchi optimchisiz. Optim olib, arzon olib, xalqimizga tarqatyapsiz, xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Xalqimizning duosini olyapsiz aka. Narxini bitta bomba qiling, ketdi. Xudo xolasa bir yerga soting ilohim. Bitta aka ukamiz olsin. Qizasini olaman deganga 5 million 300 ming so'm. 5 million 300 ming. yo'q. 5,5 ham yo'q. 5 million 300 dan ketadi. Alloh baraka. Barakasini bersin. Xayr sunnatiga o'tib beradi. Xayr sunnatiga 9 tasini bir yerga olishsa, o'pish summadan bir nima o'tib berasiz, xudo xolasa. 5 million 300 ming. Yaxshi, so'naqa. Beli yaxshi variantidan naq bo'g'oz so'ragan aka-ukalarimizga mana videoda ulashib tashlab qo'yaveradigan variantidan. Bitta ikkitaga plyus minuslarimiz bormi aka? Ha, plyus minus bo'ladi, tekta olsa. Endi minusini ko'rmayapman, endi bitta ikkitaga endi kelishgan. Pachag'i yo'q. Hammasi sifati zo'rlaridan yig'ib qo'yibsiz aka. Ishing Allohim savdongizga baraka bersin. 5 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi ichida. Ichida, Akalar, aka bo'yini ham bir qator o'lchab ketamizmi bir ikkitasini? Bo'yini o'lchaymiz, ispaxonasida qo'zdi degan. Akalar bag'ir yerga tegdi mana. Jonivorni qaranglar. Mana bu kattarog'imi? Mana bag'ir yerga tegdi, bu yog'i mana. 75 ustida akalar, jinning ustigacha. Janavar. Jonivorni qaranglar, mashalloh. Akalar 80 ga uryapti jinning ustigacha. Olib kelgan ishtirokchi. 80 ga uryapti jinning ustigacha bu akalar. Ketinasi qaysi qo'zilarimi? Makanasi endi moloy ekanda aka, ko'zga ko'ringani. Mana shu eng kichkinasi bo'ladigan. Ha. Sen to'rt burchakga O'zini qo'yib. o'zi o'lchadi akalar. O'lchadimi? Ha. Yo, mana shuni o'lchadi deydi. Boshqa sarisini o'lchadi. Mana akalar 75. Jonivor o'ta semiz ekan, kostyumasi mashalloh. Xudo xolasa suyagi yaxshi variantidan naq bo'g'oz so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa akalar 5 million 300 ming so'mdan. Akalar video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Abdulla arzonchi akamizning qo'y fermalarida bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qiling.